Assalomu alaykum. Yoqub aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qashqadaryoga xush kelibsiz aka. Rahmat aka. Qalay? Bu yerda havolari, odamlari. Yo'qda aka. Go'shtlari no yemadinglar. Yo'q, no yedim. Faqat go'sht ekan bu yerda aka. Ancha kuchga kirib qolibsizlar. Hop aka, obyekt zo'r chiqibdi. Bitta to'laqonli ravishda obzor qilaylik. Bo'ldi aka. Gap yo'q. Assalomu alaykum Mastertom YouTube kuzatuvchilari. Ayni damda biz Qashqadaryo, Qarshi shahridamiz. Aynan bu yerda bir necha oy oldin kelib obyektdan dogovor qilib ketgan edik. Yoqub akamizni biriktirgan edik. Inshaalloh chiroylikgina bitgan. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, qanday bitgan, qanaqa ishlar qilib berilgan, obyekt egalarini biroz fikrlarini bilamiz. Tom borasida qanaqadir savolinglar tug'ilib qoladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishinglar mumkin. Ketdik aka. Bo'ldi. Binoni qaddi ancha ko'tarilibdi-yu, ha? Shunaqa. Darvozaxona ham balandlashibdi. Darvozaxona juda pastda edi aka. Kirganingizda patologga qo'l qismingiz tegardi. O'zi bu yerda ponni buzib, oldi qismini ko'tarib, bo'laklarini tashab, vassalarni qoqib, uyi qaddini ko'tarib berganmiz aka. Hop, qarang-da, oldingi holatdan tepaga necha santimetr ko'tarildi? 1.10 ko'tarildi aka. 1.10 ko'tarilgan. Zo'r. Buni oddiy tom qilmoqchi edik-da. Shunaqa bir skatli bo'ladi. Keyin nima sababdan endi dub bo'lib ketdi? Akamlarga shu yo'qdi. Ishlarimiz boshqa. Okaga shu dub sifatli o'shqat bitdi, chiroyli qilib. Qarang-da, oldi master model bo'libdi, usti profnaster. Profnaster bo'lgan. Mana bu arkachi endi. Arka ham shu o'ziga yarasha don qilib berganmiz, ko'cha tomonga. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, kelingchi. Hop, mana bolalarni o'zingizlar tashladinglar. Aha, o'zim tashlaganmiz bularni. Zo'r. Bu ham pastdagi-da aka. Ha, bu uyga kirganingizda patologga xuddi jam qo'l tegardi. Juda pastda edi. Bu yerda ponni buzib, bolalarni olib tashlab, ko'tarib berganmiz. Ko'tarib berilgan. Ertaga remontdan keyin balangini shunaqa bo'ladi. Baland bo'ladi, ochiq bo'ladi. Zo'r. Xo'p. Darvoza tomon. Naves qism. Bu tomon ochiq edi men kelganimda. Bu tomon ochiq edi aka, bu yer ochiq edi. Shu yerda ozgina to'siq joy bor edi. To'sin joy bor edi. Bu tomon ochiq, binoni qaddi ko'tarilgan. Darvozaxona ham o'zgacha kengina bo'ldi. Balandgina bo'ldi, tunki folga. Naves qism bo'lgan. Kelishuv jarayonida bor edim. Naves qism qilinadi deyilgan. Gap yo'q. Bu tomon 1.10 dedingiz. Shunaqa aka. 1.10. Bu tomon necha ko'tarildi? Bu yer 70 ko'tardik. Oldin 70 past edi. Juda bir o'yga yarashimli emas edi-da. O'zi o'yga yarashini qilib turib, praktik berib, ko'tarib berganmiz. Xo'p, aka qarang, bolalarni tashaldi, to'sin vassa hammasi bo'ldi-da. Vassalikning o'zi necha kvadrat chiqdi? Xo'p, 124 kvadrat chiqdi. Vassaligimiz o'zi. To'sin vassaliklar o'zi. Shunaqa bo'lgan. Gap yo'q, tunkachi. Tunka 450 kvadrat chiqqan. 450 kvadrat. Aynan bu obyektga Mastertom uchun maxsus ishlab chiqarilgan Master tunkasidan ishlatilganda. Usta sifatida qalay? Egilishlari, bukilishlari, kraska qatlamlari. Sifati ham, boshqasi ham yaxshi, kачествоsi. Uy egalariga yoqdimi? Yoqdi, a'lo darajada. Endi mana shu yerda, misol uchun siz o'zimiznikisiz, gapirasiz. Bitta uy egalarini chaqirsanglar, ularni ham bir xolis fikrlarini bilsangiz, nima deysiz? Zo'r aka. Gap yo'q, chaqiramiz. Hop, Farhodjon aka bo'larlar, Qashqadaryo, Qarshi shahrida aynan mana shu obyektning egalari bo'ladilar. Aka, bu ishimiz Mastertom kompaniyasi xizmatlari, ustalarimiz Yoqub aka keling. Usta xizmatlari, mahsulotlar, mahsulotni yetkazib berish, muomala, madaniyat to'g'risida barchasi haqida batafsil gapirib bersangiz aka. Endi birinchisidan boshlaylik. Birinchisidan biz keldik, siz murojaat qildingiz, keldik. Keldinglar, murojaat qildim. Ko'rib chiqdik, o'rganib chiqdik, ustalarimiz maslahat berdi. Men bu yerda bunday qo'shish kerak dedim, bularni qo'shish kerak dedim. Hammasini qo'shildi. Tomlar ko'tarildi, buni ko'tarib beramiz deyishdi, ko'tarildi hammasi. Aytganidek, Yoqubjon aytganidek, tomlar past edi. Uylar ichi ham past edi. Hammasini ajoyib ravishda ko'tarib, chiroyli qilib berishdi. Mana ko'ngildagidek chiqdimi? Ko'ngildagidek chiqdi. Ajoyib. O'zlariga ham ertalab ko'ngildagidek gaplashib, hammasini aniq qilib, aytib, rozilik. Gap yo'q. Ishlaridan mingdan ming roziman. Ajoyib. Mastertomni yigitlari, Mastertom mahsulotlaridan mingdan ming roziman. Xo'p, shu o'rinda bitta savol bermoqchiman, mijoz bo'lganingiz uchun. Izohlar qismida internetda ko'pchilik bo'ladi yoki boshqa tom xizmatlarida bo'lishi mumkin. Bizda kelish, o'lchash, hisob chiqarib berish mutlaq bepulda. Kelganimizda, hisob chiqarganimizda qanaqadir pul talab qilingan joyi bo'lmadi. Yo'q. Keldinglar, chaqirdik, telefon qilib, gaplashib,
keldinglar o'lchab hisob kitob qilib anaqa qildinglar pul so'rash hech qanday anaqa bo'lgani yo'q. Gap yo'q. Bor bo'ling. Yoqub aka, kattakon rahmat, bor bo'linglar. Gap bo'lishi mumkin emas, Yoqub aka. Hunaringizga Alloh baraka bersin. Aka, siz ham rozi bo'lasiz. Rozimiz. Bergan, sarflagan pullaringizga, ozmi ko'pmi bergan osh-tuzlaringizga rozi bo'lasiz. Roziman. Agarda siz rozi bo'lsangiz, Master Tom o'z maqsadlaridan biriga yetgan bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu Qashqadaryo Qarshi shahridagi yana bir obyektimiz edi. Inshaalloh kuzatishda davom etinglar. Bunaqa obyektlarimiz soni juda ko'p va Master Tom YouTube sahifasiga obuna bo'lsanglar, tom haqida mana shunday go'shli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysizlar. Qanaqadir bir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlar qismida yozib qoldirsanglar bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Aka, bor bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.